Assalomu alaykum. Men Choriyeva Mahliyo, Toshkent gumanitar fanlar universitetida Xitoy tili o'qituvchisiman. Hozirgi kunda biz ko'plab talabalarga dars berib kelmoqdamiz. Bizning talabalarimiz boshqa universitetlardan farqli jihati Xitoy tiliga qiziqishi juda ham kuchli. Bizning talabalarimiz hozirgi kunda mart oyida HSK sertifikatlariga topshirishmoqchi. Ularda talabalarimiz ichida HSK 5 darajasigacha bo'lgan talabalarimiz ham mavjud. Bizning talabalarimizga o'tadigan metodlarimiz Koyu, Tingli, Yuedu qismlarini biz mukammal darajada dars berishga harakat qilib bormoqdamiz. Bizning katta ustozimiz Ilhom aka Qosimov bilan birgalikda talabalarning bilim olish osonlashtirish uchun birgalikda o'quv qo'llanmalar, yana qo'shimcha adabiyotlar ishlab chiqmoqdamiz. Kelajakda ularning Xitoyga borib ta'lim olishi uchun biz qo'limizdan kelgancha harakat qilyapmiz. Bilamizki, Xitoy tilida eng katta muammo deyolmayman, har bir tilni o'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Xitoy tilida asosan tonlar muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Xitoy tilini bir iziga tushib olsa, ya'ni asosan hieroglif yodlashdan iborat. Hieroglif yodlashda asosan nimaga ahamiyat ko'proq berish kerak? Uni biz kalitlarni yodlab olsak, ya'ni har bir kalitning o'ziga yarasha ma'noga ega. Kalitlarni yodlab olsak, Xitoy tilida hierogliflarni yozish hech qanday muammo tug'dirmaydi. Biz asosan ko'pincha foydalanadigan metodimiz Xitoy tilida ko'proq yozish kerak. Ko'proq yozib o'rganiladigan til hisoblanadi. Xitoy tilini faqat takrorlab turish kerak. Takrorlab turish kerak. Menimcha o'zbek tilidan, koreys tilidan osonroq deb o'ylayman, sababi Xitoy tilida grammatika kamroq. Xitoy tilini endi o'rganmoqchi bo'lgan talabalarga tavsiyam ko'proq hieroglif yodlash kerak. Buni ko'proq hieroglif yodlash uchun osonroq usullaridan biri metodlarini biz o'rgatamiz. Bizning universitetimiz talabalari juda ham bilimga chanqoq talabalar. Hozirgi kunda HSK darajalariga tayyorlanishyapti. Tayyorlanish jarayonida ular mart oyida HSK 4 darajasiga topshirib, sentyabr oyida Xitoyga ketishadi. Bizning universitetimiz Xitoy universitetlari bilan hamkorligimiz bor. Bizda 2 yil o'qigandan keyin Xitoyda ham 2 yil o'qib kelishadi. Bu yoqda juda ham zo'r sharoitlarga ega, tekin o'qishadi. Ya'ni yotoqxona ham bor, stipendiya ham beriladi. Xitoyda Xitoy o'zi biznesmenlar, ya'ni tadbirkorlar davlati desa ham bo'ladi. Bu yerda ham o'qib, ham ishlash imkoniyatiga ega bo'lishadi. Bilimni mukammal egallashadi va qaytib kelgandan keyin bu yerda ham o'zini mutaxassisi, kasbining egasi bo'lib yetishib chiqishadi. Bizning universitetimiz talabalarining ustunlik jihati ikkita diplomga ega bo'lishadi. Ya'ni Chang'an universiteti, ya'ni Xitoyning Chang'an provinsiyasidagi universitetning diplomi hamda bizning universitetimiz diplomiga ega bo'lishadi.